Mana tok vaqti bilan o'chadi. Shunaqa 2 talik akkumulyatorimizni bitta invertorda o'rnatib berdik. Davlat toki polniy mana o'chadigan bo'lsa, davlat tokini o'chirdik. Polniy nimani xonadonda mana shu akkumulyator tok bilan ta'minlab turadi. Akkumulyator xonadonda televizor, tok, lampochkalarni mana polniy sistemaga ulab qo'yganmiz. Agar davlat toki keladigan bo'lsa, mana buni suqib ko'rsatib qo'yapman. Mana сразу прямой avtomatik o'tkazib yuboradi. Mana shu akkumulyatorda zaryadga qilib turadi. Mana tashqaridan kelayotgan tok 235 volt kelyapti. Stabik qilib, bir xilda 220 qilib xonadonga o'tkazib beryapti va akkumulyatorga o'tkazib beryapti mana. Namangan viloyati Chust tumanidamiz. 250 kvadratli xonadonimizga isitish tizimini o'rnatib berdik. Shu sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Bu hududlarda tok vaqti bilan juda ham ko'p o'char ekan, shuning uchun o'zi toksiz suv sirkulyatsiya bo'lib, xonani isitadigan sistema qilib berdik. Mana shu ko'rib turgan panelli radiatorlaringdan 12 donasini uстановка qilib berdik mana. Balachi tomdan kelyapti, obratkalar poltaga kirib ketyapti mana. Kotelimiz o'sha tomonga o'rnatilgan. Bitta rayatda shunday kelgan xonadon mana. G shaklli hayvon bor, hayvonning orqasida ham xonalar bor. Polniy 12 ta har xil razmerdagi panelli radiatorlar o'rnatildi. Yana isitish tizimiga o'sha radiator, kotelimizni ham ko'rsatamiz. Xizmatimiz bu hududlarda o'sha tok ko'p o'char ekan, akkumulyator invertorlardan olib kelganmiz o'zimizdan komplekt. 42 million 700 ming so'm pul ketdi isitish tizimiga. Buning ichiga kotel ham kiradi, radiator ham, xizmatlar ham. Santexnik jamoamiz ishlarni yakunlab, xudo xolasa qaytishga harakat mana. Hamma instrumentlar yuklandi. Chiroyli qilib ishimizni bitkazib berdik. Farg'onadan kelib, Namangan viloyati Chust tumanida xizmat olib boryapmiz. Mana tok vaqti bilan o'chadi. Shunaqa 2 talik akkumulyatorimizni bitta invertorda o'rnatib berdik. Davlat toki polniy mana o'chadigan bo'lsa, davlat tokini o'chirdik. Polniy nimani xonadonda mana shu akkumulyator tok bilan ta'minlab turadi. Akkumulyator xonadonda televizor, tok, lampochkalarni mana polniy sistemaga ulab qo'yganmiz. Agar davlat toki keladigan bo'lsa, mana buni suqib ko'rsatib qo'yapman. Mana сразу прямой avtomatik o'tkazib yuboradi. Mana shu akkumulyatorda zaryadga qilib turadi. Mana tashqaridan kelayotgan tok 235 volt kelyapti. Stabik qilib, bir xilda 220 qilib xonadonga o'tkazib beryapti va akkumulyatorga o'tkazib beryapti mana. Shu komplektlarni 42 million 700 ming so'mga tushgan. Kelar bu xonadonga shu o'zimiz ishlab chiqargan 300 kvadratli stadion, atrofi bez utepленный, zevur tepadan yonuvchi kotelimiz tanlov qilib o'rnatganmiz. Kotel o'zi aslida boshqa joyga o'rnatiladigan edi. Srochniy bo'lib, bitta o'zlarining xonachalari bor ekan, shu yerga o'rnatib berdik. Bunga yonish qismiga 45 kg atrofida ko'mir zapravka qilinadi. O'zini avtomatik termostat, ventilyatorlari bor. O'sha xohlagan gradusga qo'yasiz. O'sha gradusdan o't ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. O'tin yoqasimi, ko'mir yoqasimi, universal kotelimiz hamma yoqqa ishlaydi. Orqasida o'sha ko'mirda o'tinda issiqligini o'zida ushlab qolish uchun 4 metr orqasida kuchli teplanmenligi bor. Alohida mana joy bo'lganligi uchun как положено утеплитель qilinar ekan. Bitta zdaniya oldin oshxona qilib ishlatishgan shetga o'rnatdik. Shuning uchun atrofi bez utepленный ko'mir kotel tanlov qilishdi. Kotelimiz narxi 8 million 300 ming so'm. Samotok sistemaga mo'ljallangan atrofi bez utepленный ko'mirli kotelimiz. Bu xonadonimizga, ustanovkamizga 4 ta ichi tashi nержавейкali sendvichli dimoxod ishlatdik. 22 lik. 4 donasi ham tomdan o'tib ketdi. 5 metr bo'lib mana. Mana dimoxodimiz bir bo'lagi 1 metr 20 sm bo'ladi. 450 mingdan baholangan. Dimoxod komplektimiz 1 million 950 mingga aylandi. Tomda ham zontigi bor. U alohida 150 ming so'mlik zontik. Mana atrofi bez utepленный 8 million 300 ming so'm bo'lgan ko'mirli kotelimiz. 45 kg solgan ko'miringiz xonadonda tepa batareyasi ko'mirli sifatiga qarab 20 soatgacha 300 kvadratli xonadonlarda yonib turadi. Bu yerda endi 200 kvadratli xonadonga o'rnatdik. Balkim 1 sutka yonsa kerak. Bu xonadonimizga xizmat qilganimizga 7 million so'm xizmat haqi oldik. Kotelimiz, mana shu radiatorlarni o'rnatganimiz uchun har bir radiatorda 500 mingdan uстановка qilib berdik. 12 ta radiator
bitta kotel 6,5 million so'm bo'lsa, yana elektrik xizmatini ham ko'rsatdik 500 ming. Общий 7 million so'm xizmat haqqi oldik. Shu bitta radiator 500 ming so'mdan ustanovkasi tushdi. Bu tomonga o'rnatgan o'sha atrofi bezutuplenniy 30 kilovatli 100 kvadrat stadion kotelimiz 8 million 300 ming so'm. Dimoxodimiz 1 million 950 ming so'm. Xizmatimiz 7 million bo'lib, 42 million 700 ming so'm o'sha polniy hisoblangan akkumulyator, invertorlar ham, stabiklar ham shuni ichiga kirib ketgan. Qolgan summa shu narsalarga sarf qilindi va xonadon egalariga qaysi detal, qaysi zapchast qancha, buning hammasini ko'rsatib o'tildi. Mana kotelimizni ham sinash uchun yonish qismiga 4 dona quruq o'tin tashladik. Juda ham zo'r 4 dona quruq o'tinni maksimalniy darajada issiqligini o'zida olib qoladi kotelimiz. 4 ta cho'q bo'lsa ham hozir sizlarga yonish qismini ko'rsatyapman, lekin bunaqa ochiq turmaydi. Kotel o'zini maxsus 6 mmlik to'sqichi bor. Shuni mana to'sib eshigini yopib qo'yamiz. Bu ustanovkamizni yoz oyida, ya'ni iyun oyida chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Asosiysi yanvar, fevral, mart qishda chillasiga bu ustanovkalarimizga, kotellarimizga garantiya beramiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. O'sha 42 million 700 ming summa ketdi deyildi. Bu summaning ichida 7 million xizmatimiz, 8 million 300 ming so'mlik atrofi bezutuplenniy kotelimiz, 1 million 950 mingga dimoxod komplektimiz bo'lgan, hammasi shu summaga kirib ketilgan. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Videoda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Kim qanaqa savoli, qanaqa fikr bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Biz bu ustanovkani Namangan viloyati Chust tumanida amalga oshirib berdik. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Pastdagi raqamlarga 12 ta viloyatga dastavkasini chiroyli qilib bepul qilib beramiz. Biz kotellar showimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Tashrif buyursangiz, shu Zeurda 8 xili mavjud. Pastdan yonadigan, tepadan yonadigan, avtomatik, polavtomatik hammasidan bor. Qolaversa, showroomimizda rossiyskiy, turkiy har xil 20 xildan ortiq kotellarni tanlov qilishlaring mumkin. Videoga like bosib qo'yasizlar.